konditsioner yoqmaydigan taksistlar bilan nima qilish kerak deydilar. Bugun ertalab komfort emas chaqirib ketyapman. Sezyapman issiq. Isiyamman, уже terlayman, hozir sasiyman, уже konkretno. Lekin brat 1000 so'mlik benzin ekonom qilgan bo'lsa qilgandir. Undan ortiq emas. Kunimni asosan chiqardi lekin. Bilmadim. Endi ularning ro'zg'ori to'g'ri, lekin nima qilish kerak? Tushunmayapman shularni. Nimaga tushunmaysiz? Oddiy narsa-ku. Brat, konditsionerni yoqib yuboring desangiz bo'ldi, tamom. Xalqqa chiqib qolib, tushunmayman, nima qilish kerak degandan ko'ra, o'ziga aytish kerak. Konditsionerni yoqib yuboring, okey, isib ketyapman, sasib ketyapman, tellab ketyapman deb aytish kerak. Ommaga chiqib, nima qilish kerak, tushunmayman. Men tushuntiraman mana, oddiy misol. O'ziga aytish kerak. Okey, oqoring deyish kerak. U ham odam. Har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Shamollagandir, beli og'riyotgandir, noilojlikdan shu holatda chiqayotgandir ishga. Nima qilish kerak? O'ziga aytish kerak. Joningiz sog' bo'lsin.